个天生没人背刺，可是我并没有半点自卑。天黑后地动手爸妈送的礼物，所以我感觉一切都很珍贵。我美不美？答案没有绝对，要用心灵去体会。酷爱幽默，因为酷爱生活，快乐让人变得美。You can be beautiful too. You can be beautiful. You can be beautiful too. You can be beautiful. Hatta mükafatlı erişik. Tapdim, dal mushu kezdi shu. Yaxshi bo'ldi. Bu materiallar to'liq ekan. Xeyli yaxshi tushuntiribdi. Shu. Nemi ko'ryapsizlar? Hajab berilib ko'rib ketibsizlar-ku. Men ko'rib boqaychi. Jungo tibobati orqali murakkab kasallarni davolaymiz. Aloqa qilish telefon nomeri. Xotin ko'rayotganimiz u emas. Mana mavu. Futbol lotereyasimi? Buni men tushunmayman. Tushunmasangiz hech qisi yo'q. Mukofot so'masining qanchaligini bilsangiz bo'ldi. Mukofot qancha? 5 million. 5 million? Dadisi, amsi tezroq ilim. Xalqaro Milanga tikaylik. Yo'q, aysi Milanga tikimiz. Gul olmaylichu, mening Allohim kelyapti. Milan degan gul emas, shaharning ismi. 5 million pul bo'lsa yaxshi. Men ta'limni sinab boqay. Dadi, ish vaqtida uxlayotgansiz, ha? Men bundan keyin yana shunday qilsangiz, ish kammayli qo'ying, bildingizmi? Bildim, direktor. Direktor, oyog'imni ko'rdingizmi? Ha? Direktor. Ko'midim. Chiqibdi. Birinchi darajalik mukofot chiqibdi. Dadisi, bek qoldirgansiz. Veyga, mayuslanmang. Bu da sizga cho'qim mukofot chiqdi. Chinaqa mayuslanganim yo'q. Amaliyotda boya ko'giningiz ko'niga ezitgan. Bugun kelgansiz mana. Bu da qaytım tirishinglar. Men alohida mukofot chiqibdi. Rostmi? Shodi, dadisi, uning necha pul mukofot chiqibdi? Necha pul? Futbol lotereyasining alohida mukofoti 5 million. 5 million? Biz boy bo'ldik. Dadisining qizim. Appa, 5 million pulimiz bor bo'ldi. Nima qilamiz? 5 million pulimiz bo'lgandan keyin bu uydagi kodi narsalarning hammani tashlayib, eng yangi pasondikini olaman.
5 milyon, ben maşını alımen. 5 milyon bo'lgandan men uy olaman. Rost mukofot dodiga chiqsa men nim deb hayajonlanib ketdim. Ko'nglim ajab yerim bo'ldi mening. 5 milyon mukofot chiqsa men maktabda o'qimayman. Bo'lmaydi. 5 milyon bor debla maktabda o'qimasang qanday bo'ladi? To'g'ri, 10 milyon bo'lgan bo'lsa, ondan o'qimasang bo'ladi. Hey! Yo'q, 10 milyon bo'lgan taqdirdimi o'qishing kerak. Bo'ldi, katta mukofotga erishgandan keyin restoranga berib, obdan bir vaqt tomoq yeb kelaylik. Qanday? Ma'qul. Qisman xonalarni bezavyapmiz. Alaydı xonığı bu yerdan kiring. Bu yoqqa. Tapdiq. 5 yıldızlıq mehmonxonaning mulozimatimi mushundaq nachar bo'lamdi. Bir rasmi kelay demaydi-ku. Qarab keldi. Hey! Alaydı xonanining belgi temini bu yerga akab qo'ygan kim? Darhol joyiga olib boritinglar. Tez. Kechiringlar, mehmonxonani qaytadan bezayotgan nima yeysizlar? Men cho'ng'roq bilan qisqichbaq yeyman. Men tog'a ko'p bilan ellik ko'p yeyman. Butun qo'y tonur ko'pi. Butun kala tonur ko'pi. Efendi, qancha % pishqini lozim? Qandaq ayrıldı? Odatda 10%, 50%, 80% shundaqlar to'liq pishqin deb ayrildi. 10% pishqinni keltiring. Efendi, yeysangiz bo'ladi. Mana. Qo'saq to'ydi. Yuringlar, mayli. Mahshat kelib ketdi. 5 milyon pulimiz bor bo'ldi, boy bo'ldi. Hey, dadi. Boshqalar anlab qolmasin. Lotereya biletini akal, menga ber. Yanala bexatar bo'lmaydi ekan. Yaxshisi, bexatar bir yana tepib qo'yib qo'yay. Topdim. Yuringlar, yuringlar. Bulunglar. Oyey! 5 milyon! Lotereya bileti ketdi! Lotereya bileti ketdi! Hey, dadi, nimiş işqi kelmaysiz? Zodi ishligingiz bormi yo'q, ha? Nega vaqiraysiz? Og'zingizni yuming. Men qarang, menga 5 million mukofot chiqdi. Bugundan boshlab ishlamayman, iste'fo beraman. Endi oldingizda sarg'iy pishirmayman. Angladingizmi? Nima bo'ldi, dadi? Bir ish bo'ldimi? Direktorga endi ishlamayman dedim. Shu pay bo'lgan tursak ishlab nima qilasan? To'g'ri, bizga katta mukofot chiqqan tursa, endi 3 oy qayran satmasammi bo'ladi. Men u pulni texmo yaxshi ishlarga mablag' solaman. Shundaqmi, xotin? Nima ishqa? Cho'chir satmamda. Pulimiz bo'lgandan keyin hammanglar birga sayohat qilganman-da. Men qaranglar, Tailandga boradigan aeroplan biletini zakaz qilib qo'ydim. Yuringlar, avval mukofotni naqlashtiraylik. Biz mukofotni naqlashtirgil keldik. Alohida mukofot. Dadi, alohida mukofot 3 milyon. Mumkin emas. Bizga alohida mukofot chiqqan tursa, siz 5 million degandingiz-ku. Shu alohida mukofot 5 million tug'o. Alaydı mukofotga 5 milyon, lekin bu qitim necha tuman odam mukofotga erishdi. Shunga o'tiri hisob bilan biraylarga 3 ming yuandan tegdi. Bo'ldi, ketinglar. Boshqalarni to'sib oldinglar. Ularning hammasi alaydı mukofotga erishganlar. Ketinglar.
Qaytı mening 2 oylik maoshimkan. Şu emasmi? Men texi 5 million pulimiz bor deb yuribdim. Çataq bo'ldi. Yaxshisi darhol 3 oy qerin satay. Abla, xizmatimdan istifa berib ketdim emasmi? Endi qanday qilsan? Derhal şirketga berib xo'jayiningdan kechirim so'rab, yaxshi gap qilib xizmatingni asliga keltir. Ey, shunda qilsa bo'ladimi? Shu, men texni og'zingizni yuming deb qattiq tegib ketman. Bu Çin ailesimi? Ha, siz. Uy saymanları dükkanda keldik. Sizler bir yürüyüş uy saymanları buyurup bitkensizler. Uy saymanlarni qachon buyurtdik? Ay, men buyurutgan. Men almasak bo'lamdi. Bo'lmaydi. Hem narsa ip keldik. Qaytirishga bo'lmaydi. Qani ip kiringlar. Voy canım. Ay. Dadi mübarek bolsun. Katta mukafotga erishibsiz. Endi millioner bo'psiz. Men Çin milyoner, mübarek bolsun. İlgili sizge qo'pollik qilib qo'yibdiman. Ko'nglingizga ammoq bo'lamdi. direktor sizdan kechirim so'rag'ili keldim. Çin milyoner, hergiz ondaq demang. Sizdan bir ishni o'tinay degandim. Gerçi istifa bergan bo'lsangizmi, lekin biz yanla yaqin do'stlardan-ku. Bir ish emas, 100 ishni desangizmi, yo'q demayman. Tezdan nima ishdi? Menga chiqqani 5 million emas, 3 million ekan. Nima? 3 milyon? Direktor shirkatda davomli ishlayveray degandim. Ishlayveray? Sizning o'rningizni boshqalarga berib etdim. Biroq bir xizmat bor qilishni xohlamsizmi? Xohlayman. Tez bo'ling, yana hojatxona tozalaysiz. Ay jon.